Assalomu alaykum, Milliy Show kanalimizda yangi 27-turga start berdik. Avtomobillarni eng ashaddiylarini sayladik. Videoni oxirigacha ko'rsangiz o'zingiz guvohi bo'lasiz. Demak, O'zbekistonimizdan hamma mashinalar topshiriladi. Glavniy sovg'amizda 2 dona Spark mashinasi. Katta obzor azizlar. Ikkita Spark toychog'imizdan keyin esa juft bo'lsin, 2 dona Cobalt toychog'i ham bor. Omadli bo'lsin, katta obzor azizlar. Bunaqangi super toychoqlardan keyin arzongina narxga hech bir kanalda yo'q sensatsiya Kia K5 mashinasi. Katta obzor azizlar. Vay Kia K5, 2 dona Cobalt, 2 dona Spark 1100 rublga yutib olishingiz mumkin. 160 ming so'mga va 7000 tanganing evaziga aynan sizniki bo'lish imkoniyati bor. Tez mana bu ekrandagi nomerga yozing. 7962 360 2000. Saqlanib qiling, Telegramdan salom deb yozvorsangiz bo'ldi. Karta nomerlar, hamma savolingizga javoblar mana shu Telegramdan olasiz. Yozing, ulguring, bu safar biletlar pirillatib uchadi. Nimaga? Chunki bunday mashinalar bunday narxga hech qayerda yo'q. Faqat bizda bor. Milliy Show 27-tur start. Katta azizlar, omadli bo'lsin.